30-savol. Temir kukuni, osh tuzi va oltin gugurt mexanik aralashmasini qanday ajratish mumkin debdi. Demak, temir kukunlari, maydalangan temir degani osh tuzi va oltin gugurtni aralashib ketgan, uni qo'l bilan ajratib bo'lmaydi, juda mayda holatda aralashib ketgan. Nima qilsa 3 ga bo'linib qoladi, ya'ni 3 xil guruhga ajralib, ya'ni bir-biridan ajralib ketadi. Mineral kislotada eritish. Mineral kislotada temir eriydi, masalan, sulfat kislotada. Osh tuzi ham reaksiyaga kirishib ketib qolishi mumkin. Oltin gugurt ham sulfat kislota bilan konsentrlanganda reaksiyaga kirishib ketib qolishi mumkin. Demak, ajratib bo'lmaydi. Xlor kislota eritilganda faqat temir eriydi deb hisoblasak ham, mana bu ikkitasi baribir aralashma holatda turadi. Demak, A bilan 100% ajratib bo'lmaydi. B. Magnitlash. Magnitlash bu magnitni yaqinlashtirilsa, faqat magnitga yopishuvchilar yopishib qoladi. Faqat temir yopishadi magnitga, osh tuzi bilan oltin gugurt yana aralash holatda qolib ketib qoladi. Demak, magnitlash bilan ham 100% ajratib bo'lmaydi. Suvda eritish, mana bu javob. Suvda eritilganda temir ermaydi, pastga cho'kadi. Osh tuzi eriydi, o'rtada eritma hosil qiladi. Oltin gugurtda flotatsiya degan hodisasi bor. Oltin gugurt flotatsiya, suvda erimasa ham, lekin cho'kmaydi-da, tepasiga qalqib chiqadi. Ya'ni suv yuzasida qalqib turadi. Oltin gugurt ko'rgansizlar, sariq bo'ladi. Suvga sepib ko'rsanglar, suv yuzasida turadi oltin gugurt. Pastga cho'kib ketmaydi suvda erimasa ham. Shuning uchun 3 ga bo'linib qoldi mana. Temir pastga tushdi cho'kmaga. Osh tuzi eritma hosil qildi o'rtada, suv bilan erib flotatsiya bo'ldi, oltin gugurt tepaga chiqib qoldi. Shunda mana suv bilan ajratsa bo'ladi, javob C. D. Qattiq qizdirib, bug'latib, ushbu bug'ni haydash. Demak, qizdirilganda hech biri bug'lanmaydi bularni. Shuning uchun bu xato. Bug'latib haydash to'g'rog'i ikki xil suvda, ya'ni aralashuvchi suyuqliklarda ko'proq ishlatiladi. Masalan, ikki xil bug'lanuvchi suyuqliklar spirtni suvdagi eritmasini haydab tozalasa bo'ladi. Javob C.